Assalomu alaykum, hurmatli Mega Drop kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tinchmisizlar? Xo'p, o'rtoqlar, bugun bizada yana yangi proyekt va bu proyektimiz ancha yaxshi. Bundan oldin, bu proyektni ko'rsatishdan oldin sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Kecha video qo'yilgan va yaxshi, yomon emas, prosmotrlar yomon emas, lekin o'sha like, kommentariy va obuna bo'lish tugmalari hali ham ishlamayapti. Bu narsa o'sha bizga motivatsiya beradi. Sizlar qancha ko'proq kommentariyda o'sha o'zingizlar qiziqtirgan savolni yokida bironta bir taklifinglar bo'lsa, o'shani yozib qo'ysanglar, like bossanglar va kommentariyda yozib bo'lgandan keyin obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, bizga motivatsiya va bu bizani tezroq va ko'proq video chiqarishga undaydi. Xo'p, bu narsani so'ragan holda sizlar bilan biza proyektga o'tamiz, gapni ko'p cho'zmaymiz va bu proyektimiz Hashkets. Hashkets. Buni bugun biza videoni 3 ta qismga bo'lib olamiz, ya'niki o'sha bu proyekt nima haqida, nima bilan bog'liq, keyin qanaqa qilib ko'proq narsa ishlasak bo'ladi, ko'proq pul ishlasak bo'ladi, keyin bu pulni qachon chiqarib olamiz va nimaga bog'liq, necha pul olishimiz xolos kalom. Xo'p, endi bu Hashkets asosan o'zingizlar ko'rib bilib turganinglardek mushuklar bilan ham bog'liq va bu ancha qiziqarli o'yin qilib ishlangan. Bu narsani men aytishim mumkin bo'lgan narsa biza ham tapit qila olamiz, ham o'sha bosh qotirma yokida bironta bir turli xil o'yinlari bor, o'shandan o'ynasak bo'ladi. Ya'ni keyin mining orqali ham o'zini tokendan ishlasak bo'ladi. Xo'p, buni keyin batafsil aytib o'tib ketaman va videoni boshlab olishga keladigan bo'lsak, birinchi qism bu biza qanaqa qilib token ishlaymiz. Bizada 3 xil, 4 xil yo'li bor va birinchi yo'li bu har doimgidek bu ekranga bosish, ya'niki tapit qilish orqali pul ishlaymiz. Bu tanga ishlaymiz, to'g'rirog'i monetani. Ko'pincha bizga aloqasi yo'q, o'sha pul chiqarayotgan tagiga kelgan paytida unaqa aloqasi yo'q. Bu narsaga biza e'tiborli bo'lishimiz, ko'proq yig'ishimiz nima kerak desanglar, uровень ko'tarishimiz uchun. Biza уровенimizni qayerdan bilamiz? O'sha botni ochamiz, ekranimizda chap burchagida tepada turgan bo'ladi. O'shani bosamiz, avatar ustiga bosgandan keyin уровенimizga ko'rsatadi. Xo'p, biza boshlagan paytimiz novichok уровеньda bo'lamiz, ya'ni yangi. Keyinchalik уровень ko'tarilib ketaveradi va buning uchun biza уровень ko'tarishimiz uchun turli xil o'sha vazifalar, o'sha talablari bor, ya'niki turli xil emas, asosan olmos yig'ish, qizil olmos, red hash deydi buni. Red hash yig'ish orqali biza уровень ko'taramiz. Red hashni biza oddiy yig'maymiz. Buni o'sha yig'ilgan tangalar evaziga almashtiramiz va o'sha red hashni keyin staking qilamiz. Hozir men o'zimning уровеньimda ko'rsatib beraman. Xo'p, menda hozir 170 millionta red hash staking qilingan va men keyingi уровеньga o'tishim uchun bizada 300 millionta bo'lishi kerak. Xo'p, ketdik. Mana buni bosamiz, maksimalini bosamiz va keyin biz ko'rishimiz mumkinki 3800 ta olmos olar ekanman men 15300 pulimga. Bu nima uchun? Bu tanga uncha muhim emasligini va bitta tanga 4 ta tanga bitta olmos bo'lishini anglatadi bizga. Xo'p, bu tangani faqat staking qilamiz. Stake bo'lgandan keyin bizga o'sha olmos berdi va olmosni olgandan keyin bo'ldi, chiqib ketaversak bo'ladi. Shunday qilib уровень ko'tarish uchun olmos yig'ish kerak. Olmos tanga yig'ish kerak, tangani keyin olmosga almashtirish kerak. Xo'p, уровень ko'tarishni birinchi yo'li bu tapit qilish dedim, buni aytib o'tdim va ikkinchi yo'li bu vazifalarni bajarish. Xo'p, vazifalarni bajarish orqali biz ko'proq pul ishlaymiz, ko'proq tanga ishlaymiz. Mana sheriklar, partnyorlar bo'limiga o'tamiz va Заберите тон бесплатно, yoki turli xil vazifalar, bu yoqda o'sha o'zi bilan sheriklikda ishlayotgan botlar bor va botlarga start bosib, o'sha turli xil vazifalarni bajarish orqali bu yoqda ko'rsatilgan mana 16 million, 16 million, 5 million, 5,5 million, 16,5 million shunaqa turli xil vazifalar bajarish orqali biza tanga olamiz, uni keyin bu yoqda almashtiramiz va olgan red hash olmosimiz orqali biza уровень ko'taramiz. Xo'p, ko'rgan bo'lsanglar men ancha yig'ib qo'yganman va 404 millionta olmosim bor.
Buni boshda ko'tarish hech qanaqa muammo ish bo'lmaydi, chunki aytganimdek ikkita yoki uchta vazifa bajarish orqali sizlar o'zi bir 4 ta 5 ta уровень chiqib tashlaysizlar, chunki ko'proq o'sha boshida oson bo'ladi, keyinchalik yaxshiroq qiyinlashib boradi. Xo'p, yana bir o'sha tanga ishlash yo'li bu dohodga bosiladi. Xo'p, keyin miner ferma. Miner fermada sizlar tanga, olmos, keyin ko'k olmos, bu o'sha diamond, really diamond, bu o'sha bu yoqda ko'k, qizil olmoslarni farqlash bor. Qizil olmosni red hash deb aytadi o'yin ichida. Buni diamond, rostakam olmos. Xo'p, bu olmos bizaga o'sha token chiqarilish paytida kerak bo'ladi. Asosan o'sha olinadi. Xo'p, biza boshda kirganinglarda menga o'xshab 4.98 million yig'ilmaydi. Bu ko'rib turgan bo'lsanglar 5-urovень, sizlarda 1-urovень bo'ladi. Bu ochilmaydi hali. Buni sizlar buni ko'tarish orqali bu ochiladi. Keyin buni ko'tarasizlar, bu ochiladi. Buni ko'tarasizlar, bu ochiladi. Ana shunday bittasini ko'tarib o'zini talablarini bajargandan keyin buni sotib olasizlar. Tangaga yoki olmosga. Sotib olingandan keyin buni kuchaytirish mumkin. Xo'p, mana kuchaytirish orqali ko'proq narsaga erishsak bo'ladi. Endi bizada yana bitta bu o'sha nimani ishlash yo'li, bu mini o'yinlar bo'limi bor, mini igri bor. Xo'p, buni men o'zim bajardim. Kelgunimcha shu narsa kuniga bizga 40 ta yurish beradi, 40 ta xod. Bu aytganimdek boyagidek bosh qotirma o'yin va ancha yaxshi tuzilgan. Buni birdan topa olmaysizlar. Bu boshda buncha qiyin ham bo'lmaydi, lekin oxirida normalniy qiyinlashadi. Bu narsa boshda 3 ta kataklik, keyin 4 ta, keyin 5 ta va oxirida 6 ta katak bo'ladi va har birida alohida yutuq qo'yilgan bo'ladi. Masalan, oxirgi уровеньdagini oladigan bo'lsak, yutadigan bo'lsak, biz 200 ming ta red hash va 1,5 ta diamond olamiz. Xo'p, endi bu narsani qilgandan keyin bizda Kaliso Fortuna, ya'ni baraban bor. Baraban aylantirish orqali ham ko'p narsa olishimiz mumkin. Xo'p, barabanda biza olmos, diamond olishimiz mumkin. Yana o'sha bir marta qaytib aylantirish imkoniyati, oddiy tanga, keyin olmos, red hash bor, o'shandan keyin o'sha 1 soatlik monet fichasimizni olishimiz mumkin. Biza aytishingiz mumkin, monet fichasi ko'rsatmadiz-ku deb. Monet fichasini biza faqat уровень ko'targandan keyin olamiz. Xo'p, monet fichas o'zi berilgan bo'ladi. Bu yoqda o'sha siz qancha уровень ko'tarib ketaversangiz, shuncha o'sha monet fichasingiz oshib ketadi. Endi bizaga kerak bo'ladigan narsa bu, sizlar aytishinglar mumkin, qayerdan biza o'sha pul olamiz, qanday pul ishlaymiz desanglar. Xo'p, pul ishlash uchun albatta bu tapit qilish kerak. Chunki bu yoqda tanga ishlash emas, tapit qilish muhim. Bu yoqda mana komandni ochko deb turibdi. Bu o'sha bitta jamoa yig'iladi. Jamoada 4 kishi bo'ladi va tapit qilish, ya'ni ekranga bosish, vazifalar bajarish va покупка qilish, narsalar sotib olish evaziga ochko yig'iladi. Bu ochkolar komandovoy, ya'ni komandniy ochki. Bu umumiy bo'ladi. Masalan, meniki 10 mingta, sherigimniki 4 mingta bo'lsa, ikkalamizga qo'shiladi. Va shuni orqasidan biza tablitsa lider, ya'ni o'sha top 100 talikka kiradigan bo'lsak, bu bizaga yaxshigina yutuqlar berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, masalan qaranglar, 100-o'ringa 80 ta diamond, 80 ta olmos va 24 million ta red hash beriladi. 99-o'rin, 98, 97, 90-o'ringacha shunaqa 100 ta, 80 ta, 120 ta berib boriladi. Keyin bu yoqda tepada, xo'p, nechinchi o'rin? 10-chi, 11-chi, 15, 20, xullas kalom 50-o'ringacha bizada secret point, ya'ni o'sha o'zini o'yinning ichki puli deymizmi, o'sha valyutasi deymizmi, shundan beradi. Bu bir secret point bu $10 ga tenglashtirilyapti hozir, chunki agar narxi tushib ketmasa.
Xo'p, buni olgandan keyin biza 4 ga adashmasam taqsimlanadi. Buni men olib ko'rganim yo'q va sizni bu bilan tanishtirib o'tdim. Endi sizlarni biza o'zimizda komandaga taklif qilib ko'rmoqchiman. Buni o'sha ssilkasini Telegram kanaldan topasizlar. Telegram kanal esa xo'p, ekranda mana ko'rinadi. Xo'p, endi bizaga eng kerakli yana bitta narsa bu biza nima orqali pul olamiz deydiganlar bo'lsa, biza oladigan pulimiz bu hozir ko'rsatib o'taman. Diamond Hash, ya'niki olmosdan olamiz. Biza pul olishimiz uchun, ya'niki hech bo'lmasa $10 olishimiz uchun 300 ta yig'ishimiz aytib o'tilgan va bu narsani o'sha tablitsa liderovda, ya'niki o'sha leaderboardda ko'rishimiz mumkin. Biza aytishingiz mumkinki, bu ko'p emasmi, qimmat bo'lib ketmaydimi yoki o'sha uzoq davom etib ketmaydimi deb. Yo'q, uncha uzoq bo'lmaydi, chunki siz har kun kunlik amalga oshirib boraversangiz, siz o'sha masalan har kun kirganingiz uchun alohida yutuqlar beradi va menda 3-hafta bu, 3-hafta, 4-hafta. 4-haftada men o'zi 1 oy bo'lib qoldi kirganimga va 4-haftada menga 34 ta o'sha red hashdan beryapti. Men yig'ishim uchun 300 ta kerak. Bundan tashqari sizlar o'sha vazifalar bajarib, keyin turli xil o'sha aytganimdek boyagi puzzlelarni, bosh qotirmalarni yechish orqali ko'rishinglar, olishinglar mumkin. Va bu o'sha tasdiqlangan narsa rank. Bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, top 3 ga kiradigan bo'lsanglar, minimalniy bonus olasizlar. Agar o'sha token tarqatilishda minimalniy bonus bu 2000 ta secret point, ya'niki 20000 USDT degan. Xo'p, top 50 ga 3000 USDT, top 100 ga 100, top 500 ga 300, top 1000 ga $150. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, qaranglar, top 5000 ga kirgan odam hozir aytaman men sizlarga. Top 5000 birinchi odam 1.11 mingta o'sha red hash bor, ya'niki red hash diamond bor. $20 oladi va eng minimalniy bu o'sha aktivnostiga, keyin kirgan referal, balobatlar hammasiga alohida e'tibor beriladi. Bu yoqda ko'radigan bo'lsanglar, sizlar 4.76 million, 513 ming, 2,5 million shunaqa yig'ib tashlagan. Bu yoqda hamma botda o'zini kitlari bo'ladi. Shu uchun hozir yaxshiroq harakat qilsak, xatyabi top 20 mingta anoga kirishimiz mumkin. Xo'p, zarabатывай 611 ta red hash для повышения, ya'niki o'sha o'sish keyingi 20 mingtalikka kirish uchun yana 611 ta diamond ishlashimiz kerak ekan. Xo'p, endi biza yana bitta narsani ko'rsatib o'tishim kerak. Bu o'sha druzyalar, ya'niki do'stlar chaqirish orqali. Xo'p, bu yoqda biza druzya chaqirish orqali nima bo'ladi? Druzya chaqirish orqali 10 mingta moneta va qanchadir miqdorda o'sha ko'k diamonddan berib boriladi. Har bir chaqirgan do'stingiz uchun ko'k diamonddan olasiz va uni o'sha nechta qanchadir nima bo'lganiga o'sha ishlagan tokenidan 10% va 10 agar 10 tadan tepa bo'ladigan bo'lsa 10%, bo'lmasa 5% olasiz. 5% ishlagan tokenlardan beriladi. Xo'p, endi hamma narsani tushuntirib o'tdim. Sizlarga kommentariyada qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa berishlaring mumkin. Keyin xo'p, bizani kanalimizga qo'shilib qo'yish taklif etiladi va ssilka o'sha red hashdagi, hashketsdagi jamoamiz uchun ham ssilka tashlab boriladi kanalda. Hamma narsani kuzatib borishingiz mumkin. Keyinchalik biza yangi proyektlar va yangi narsalar ustida ishlashda davom etamiz. Xo'p, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.